bugun qishda to'qiladigan issiq kiyimlar bo'yicha savollarga javob bermoqchiman. Boshladikmi? Ketdik. Birinchi savol: qishda nima to'qish eng yaxshi? Javob: qishda shapka, sharf, qo'lqop. Issiqqina noskilar eng qulay va issiqqina to'qilgan buyumlar. Ikkinchi savol: sviter uchun qancha ip kerak bo'ladi? Sviter to'qish uchun 400 grammdan 600 grammgacha bo'lgan ip kerak bo'ladi. Bu to'qilayotgan sviter yoki jamfer razmeriga va ipni qalin yupqaligiga bog'liq bo'ladi. Uchinchi savol: qaysi ip eng issiq va qulay? Javob: eng issiq va qulay iplardan biri bu sherst, merinos, alpaka va mohairdir. Bulardan to'qilgan kiyimlar issiq, yumshoq va yengil bo'lib, qishda umuman sovqotmaysiz. To'rtinchi savol: sviter to'qish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Sviter yoki jamper to'qish uchun 3 kundan 10 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Bu sizlarni sviteringlarni to'qimoqchi bo'lgan sviter yoki jamperinglarni razmeriga, ipi qalinligiga bog'liq bo'ladi. Beshinchi savol: qishda qanday to'qilgan kiyimlar sovg'a hisi bo'ladi? Javob: to'qilgan shapkalar, qo'lqoplar, ro'mollar, sharflar, issiqqina pletlar sovg'a hisi bo'ladi. Bular issiq, yumshoq va qulay sovg'alarga kiradi. Agar yana savollaringiz bo'lsa, kommentariylarda yozinglar. Keyingi videolarda javob beraman.